Assalomu alaykum dunyo ahli, hammalarga bu qisqacha bo'lsa ham murojaatimizni va natijalarimizni ko'rsatib, o'zimizni fikrimizni ulash maqsadida bu syomkani amalga oshirib turyapmiz. Hozirgi kunduzda ko'ryapsizlar, sog'lom turmush tarzini qanchalik xohlasak xohlamasak ham shunga rioya qila olmayapmiz. Aksariyat holatlarda kasallik, onkologiya va bepushtliklar, saharlik, diabetiklar, infarkt, insult kasalliklar alomati ko'paygan sababiga ma'lum bir sabablarga ko'ra salomatlik, farovonlik turmush tarzida o'z faoliyatimni yurg'izib yurgan holatimda o'zimizga yaqin bo'lgan insonimiz Mansur akalarda ozgina og'ir holatlar bo'lib, ya'ni onkologiyalardan natijasi chiqib kelib qoldi. Bu holatda Mansur akam ayollari maxfiy tarzda aytdilar, ya'ni xo'jayinim hali bilmaydi. Zlokatsiya onkologiya to'stik kishkada bo'lganini aytib o'tganlarida men darhol mahsulotlarimizni, ya'ni Global Trend kompaniyasining mahsulotlaridan Perfecta Lux bilan Vitality Luxni tavsiya qildim. Sababi bu mahsulotlarda keyingi bo'ladigan jarayonlarda, ya'ni kimyoterapiyalarda, og'ir har xil surunkali kasalliklarda o'zini samarali natijalarini berib keldi. Hozirgi kunduzda 700 dan oshiq dardlarda o'zini amaliyotini ko'rsatib kelganini bilganim uchun, shuning ichida bo'lganim uchun Mansur akamga tavsiya qildim. Mansur akam bu mahsulotlarni ichishni boshlaganlarida, Mansur aka, mana sizda yog'onchidan onkologiya tashxisini qo'yishgan paytda avvalida bilmagan edingiz, to'g'rimi? Ha. Keyingi tekshiruvlarda, operatsiyalardan keyingi holatlarda o'sha xohlaysizmi, xohlamaysizmi, bu o'zingizdagi bo'layotgan diagnozda xabaringiz bor edi, to'g'rimi? Bor edi. Endi nima deb o'ylaysiz? Mansur aka, mahsulotlarimizni tavsiya qilganingizda, iste'mol qilganingizda sizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Mana shu iyun oyida shunaqa holat bo'lgandan keyin, yomon holat bo'lgandan keyin mana sen tavsiya qilding. Tavsiya qilganingdan keyin men birinchi o'ylab ichmayman dedim. Keyin yaxshi bo'lib yurishingizni xohlayman aytding. Keyin ko'rib ichdim. Ichgandan keyin sekin yaxshi bo'lishni boshladi. Keyin operatsiyaga kirdim. 2 marta operatsiya bo'lib chiqdim. Shu 6 oyning ichida. Keyin bu natijalar yaxshi, ijobiy nima berdi menga. Qaddimni ko'tarib yaxshi yurdim. Mansur aka, yana bir savolim bor. Aynan kimyoterapiyalarda mahsulotni doimiy va davomiy ichib turganingizda holatiga sizdagi o'zgarishlar yoningizdagi insonlarga nisbatan qanaqa edi? Meni yonimdagi insonlardan men ham 4 ta ximiya olganman. 4 ta ximiyada qolganlar bunaqa narsani bilmagan. Menga bu aytganicha men ichib yurganim uchun menda hech qanaqa ximiyada o'zgarish ko'rmadim. Yaxshi o'tib ketdim. Qolgan bemorlarda hammasi icholmay, o'yi ketib ichsa ham o'lim holati naslkada olib kelingan, mana shunaqa holatlar ko'p bo'ldi. Meni ushlab turgan mana shu nona balzam bo'ldi. Shunga men juda yaxshi ko'rib, hozirgacha ichib turibman. 2 marta tekshiruvdan o'tdim yana bo'lgandan keyin. Ikkovida ham ijobiy yaxshi deb aytishdi. Undan keyin yana 2 marta 3 oyda kelib tekshirtirib keting, qolgan hammasi yaxshi deb aytishdi. Alloh xayrli qilsin. Bu reportajni olishimizdan maqsad nima deganingizda, har bir inson shundan ogoh bo'lishini va o'zini salomatligini, turmush tarzini to'g'rilash maqsadida yo'lga qo'yganimiz. Shu insonlarga avvalida aytganimizda bularda ham bir shubha bo'ldi. Mahsulotlarimizni har bir inson tanishib chiqadigan bo'lsa, aynan hozirgi kunduzda kasallikni bartaraf qilish uchun va surunkali kasallikni oldini olish uchun mahsulotlarimiz foyda va natijalarini bo'lishib kelmoqdamiz. Har bir insonga tavsiya qilamiz. Aynan onkologiyalarda, bepushtliklarda, har bir kasalliklarda o'zini natijalarini berib keladi. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.